Assalomu alaykum, xayrli kun hammaga. Xudo xolasa biz ishlarni ham boshlab olib, Polshadan Germaniyaga ham o'tib oldik. Xudo xolasa yo'lda video ola olmadim. Sababi qanaqadir yomg'ir qattiq yoqqanigami, sal yo'lda diqqatni qo'lga olib, diqqat e'tibori yo'lga qaratdim to'g'risi. Birinchi ertalab yo'lga chiqqanimda yaxshi quyosh chiqib turdi. Uje Germaniyaga yaqinlashgan sari uje yomg'ir yog'ib, havo bulut. Mana Germaniyada ham hozir havo bulutli. Havo bulut, yomg'ir juda ham qattiq yoqqaniga to'g'risi unchalik video ola olmadim. Xudo xolasa Germaniyaga ham o'tib olganmiz. Uje 1000 kilometr yurib qo'ydik, xudo xolasa kecha o'sha bazadan chiqqandan beri. Xudo xolasa Germaniyadagi zapravkamizgacha 450 kilometr, 452-450 kilometr masofa bor. Soat navigatorda 7 ko'rsatdi, kechki 7 da yetib borasan deb, va bu planshetda 8,5 ko'rsatib turibdi. Yo'l zo'r. Mana shu yo'lni o'zida qancha yuramiz? Hozir 365 kilometr faqat to'g'riga yurar ekanmiz. 365 kilometr. O'zi 425 edi. Yurib qo'ydim, ancha yurib qo'ydim yana. 365 kilometr yuramiz, xudo xolasa. tezlik znaklar qo'yib qo'ygan, 120 bemalol ketamiz. 124 ketsak ham hech kim ushmaydi, xudo xolasa. Biz tarafda bizni qatorda yo'llarda tirbandlik yo'q, probkalar yo'q. Chap tarafda juda ham ko'p probkalar bor ekan. Yo'lda o'sha avariya DTP mana shunaqalar bo'lgan. O'shaning uchun nima desa bo'ladi, yo'llarda ko'p chalg'imaslikka harakat qilamiz. Sal bemalol mashinalar sal движение kamroq paytda videoga olib, xudo xolasa yaxshiroq sizlarga qiziqarli, kerakli ma'lumotlarni berib borishlikka harakat qilaman, xudo xolasa. Xo'p, logist uje bizga zadaniya ham tashab qo'ydi ertangi kunga. Uje bitta joydan yuk olamiz, salkam 1 tonna yuk. Salkam 1 tonna. Ertaga kechga qaytarishi ham mumkin. Qani endi buni xudo xolasa vaqt ko'rsatadi. Havo lekin normalniy bulut bo'ldi. Chaqmoq chalib turibdi orada. Yo'llar zo'r. Juda ham zo'r yo'llar. Yo'lda endi bahor keldimi, qanaqadir hali ham salqin. O'tgan hafta ham kelganimizda salqin edi, asosan yomg'ir bulutli edi. Bu safar ham shunaqa. Bir tarafdan salqin bo'lgani ham yaxshi, chem quyoshdan. Yomg'ir normal yog'ishni boshladi. Bunaqa tezdan yura olmayapmiz. Yomg'ir, shamol bo'lib turibdi. Shoshmasdan sekin yuraveramiz. Lekin mo'shni boshladi yomg'ir.
hozir o'sha Polshadan Germaniyaga o'tgandan keyin, ozroq yurgandan keyin tunnelga kirdim. Yomg'ir yog'ib turdi. Yomg'irdan tunnelga sirazi kirdim. Mashinani hamma oynasi parlant ketib qoldi. Sirazi parlandi. Sababi tunnel issiq ekan, tashqari salqinligiga yomg'irda parlandi. Hech narsa ko'rinmay qoldi. Yaxshi tezda bartaraf qildik. O'sha dvorniklarni ishlatib, hamma oynalarni ochib, hatto birdaniga yo'l ko'rinmay qoldi. Xullas, bilmayman nima bo'ldi, mashina o'zidan o'zi tortmay qoldi. O'zidan o'zi tortmay qoldi mashina. Hayronman nima bo'ldi. Zo'rg'a yuzga chiqyapti. Kamiga yomini planshet zaryad olmayapti. Hozir zadaniyalarni o'sha nimalarini, kodlarini rasmga oldim, hammasini. Rasmga oldim. Mana hozir polniy bosyapman. Tortmayapti mashina. Yo, bilmayman, turbinasi ishlamayaptimi buni. Mana boya boshqacha yurib turuvdi, hozir endi vaqtcha tortib olmayapti. Hayronman. 60 ga zo'rg'a chiqdi, 60 ga. Xullas, aybini topgandayman. Adashmasam bu hozir miyasi kompyuterga AdBlue bermayapti. Bu yerda AdBlue bor edi mana bu yerda. Bu сообщениyadan keyin mana shu Assistant Plus o'rtasida AdBlue turadi. Hozir bunda AdBlue ko'rsatmayapti. O'sha AdBlue'ni hisobiga ham mashina tortmayapti bu. Hozir endi mana shu parkingga kiramiz. Hozir 400 metrdan keyin parking ekan. Parkingga kirib, mashinani polniy o'chirib, boshqatdan yurg'izib ko'ramiz. yoki bo'lmasam akkumulyatorni sug'urib, boshqatdan akkumulyatorni nima qilamiz, ulaymiz boshqatdan. Kompyuter bermayapti-da, AdBlue'ni ko'rsatmayapti. Lekin AdBlue qolmagansa, kecha to'ldirib olgandim AdBlue'ni chiqishdan oldin. Xullas, o'sha AdBlue'si yonmayotganini ham tekshirdik, undan emas ekan. Ishxonani mexaniki bilan gaplashdim. Yuraverasan endi shundoq dedi. Reysdan kelguncha bir amallab yetib kelib olasan sekin dedi. Yurib turibdi mashina, men aytdim, yurib turibdi, faqat dedim torta olmayapti unaqa desam, bo'ldi dedi. U qolib ketmagan bo'lsa ham bo'ldi, yurgan bo'lsa dedi, sekin kelaverdi. Sekin bir amallab yetib olamiz endi. Mana bunaqa spusklari sal 100 ga chiqib qolmasa, atak 120-125 lar armon bo'lib qoldi-yu, o'chota. Endi balkim yurib ketmasa, orada hozir bir yurdida yana shunaqa bo'lib qoldi. Mayli, qani ko'ramiz. Xudo xolasa eson-omon yetib olaylik manzilga. Birinchi yukka olib boraylik. Ikkinchi yukka olaylik. Iloji bo'lsa o'sha bitta joydan yukka olib qaytsak ham mayli. Xo'p. Hozir mana shu ketayotgan yo'limizdan chap tomon, telefon chap tomon natsionalka bilan ko'rsatdi, to'g'rini kirpichdan ko'rsatdi. O'ngga o'sha chap bilan chiqib ketsam, o'ngga yur deb ko'rsatdi. Men yurmagandim. To'g'riga o'tsam, shunaqa probka ekan, odamlar aylanib, strechni yurib, ko'prikdan chiqib,
o'sha mana shu telefon ko'rsatgan bo'yicha ketdim. Oxiri qaytib o'zim. Qaytib shu telefon ko'rsatgan bo'yicha yurdim, chiqib oldim mana. Yo'lda remont bo'layotgan ekan, bu yo'lni yopib qo'ygan ekan. Yarmi o'sha o'rtasida bir 10 kilometrcha joyi yopib qo'ygan ekan. Aylanib mahallani ichi bilan chiqib yana shu yo'lga tushdik. O boradigan joyimizgacha yana 280 kilometr qoldi, xudo xolasa. Germaniyadagi zapravkaga, oxirgi Tankpol zapravkasiga. Zapravkadan keyin yana adashmasam bo'lsa kerak bir 50-60 kilometrlar chiqsa kerak, xudo xolasa. Yomg'ir shu darajada boshladi. Mashinalar sekinlashib qoldi. Dvornik uspet qilolmayapti. Avarinkalarni yoqib ketyapmiz. Vaqti lekin. Yaxot bo'la qolaylik sal. Do'l aralash yo'qyapti, do'l. Kamiga mashina ham torta olmayapti mana. Assalomu alaykum. Xudo xolasa biz yuk tushiradigan joyga yetib keldik. Mana shunaqa dalalarni bo'yida ekan joy. Mana shu joyga yuk tushirishimiz kerak. Ammo lekin bugun ishlashmas ekan. Bugun Germaniyada 29-may bayram ekan, qanaqadir bayram. Shuni munosabati bilan hech kim yo'q ko'chada, ko'rib turibsizlar. Ko'chada hech kim yo'q deyarli. Xo'p, shu yerga keldik. Xudo xolasa ertaga ertalab tushirib ketamiz. Mana bu bug'doylar juda ham ajoyib va chiroyli bo'lib o'sibdi lekin. Juda ham boshqacha ekan bug'doylarni chiroyli. Xullas Germaniyani Frankfurt na Mayne shahridan taxminan bir 80-90 kilometr o'tgandamiz. Kelib shu yerga to'xtadik. Bu yoq qatga yaqin, Lyuksemburgga yaqin, yana Avstriyaga yaqin, Chexiyaga chiqib ketsa bo'ladi. Bilmayman, endi xudo xolasa ertangi yukimizni qatga nima qilamiz, olamiz, bunisini bilmadim. Xudo xolasa ertalab yuk tushirib shu yerdan qo'zg'alamiz endi. Bugunga dam olamiz endi. Ertalab yuklarni topshirib yo'lda davom etamiz.